Bismillahirrohmanirrohim. Nadru imroati Imrona. Imronni ayolini nazri. Xo'p, mana bu yerda imroati debdi. Imroati bo'lsa to'g'riroq bo'ladi. Chunki imroatun bu g'oyri munsarif emas, bu muzof, bu muzofun ilayhi. Imron, bu muzofun ilay. G'oyri munsarif, shu uchun bu yerda kasrani o'rniga fatha bo'lyapti. Muhimi nadru imroati Imrona. Imronni ayolini nazri. Hop, nazr nima degani desa, nazr bu niyat qilib Alloh taolaga qasam ichishlik. Misol uchun inson qasam ichadiki, agar men imtihondan o'tadigan bo'lsam, bitta qo'y so'yib Allohga qurbonlik qilaman deydigan bo'lsa, mana shu nazr bo'ladi. Ha, ya'ni agar bunaqa bo'lsa, bunaqa qilaman deb har xil nazr qilinadi. Alloh taolaga qasam ichiladi. Va shariatimizda bilamizki, dinimizda nazr qilgandan keyin o'zi nazr qilishlik makruh deyiladi, lekin nazr qilgandan keyin uni ado qilishlik vojibdir. Uni bajarishlik kerak. Agar modomiki ma'siyat bo'lmaydigan bo'lsa, ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, bu nazri buzishlik qaytam vojib bo'ladi. Hop. Endi darsimizga kirishadigan bo'lsak, vaqad nazarat imroatu Imrona min usrati sayyidina Zakariya alayhissalam. Va kanat imroatan solihatan tuhibbulloha va tuhibbu dinahu. Sayyidimiz Zakariya alayhissalomni oilasidan Imronni ayoli nazr qildi. Va mana bu ayol Allohni va dinini yaxshi ko'radigan soliha ayol edi. Annaha idza waladat zakaran tahabu hadal walada lillahi li xidmati dinihi. Hop. Mana bu yerda nazaratni maf'ulun bihisi mana bu yerdan keladi. Annaha. Mana bu o'rtadagi jumla hammasi bu mana bu ayolni sifatlari deb ketsak bo'ladi yoki mana bu vakanat imroatan solih tuhibbulloha va tuhibbu dinahuni buni hol qilsak bo'ladida. Muhimi nazaratni maf'ulun bihisi mana bu anna bo'lib ketadi. Anna va ma ba'daha fi ta'wil masdar bo'ladida, nazaraga maf'ulun bih bo'ladi. Demak, Imronni ayoli nazr qildiki, agar bola tug'iladigan bo'lsa, valada zakaron, o'g'il bola tug'iladigan bo'lsa, mana bu bolani Alloh uchun va uni dinini xizmati uchun shunday sovg'a qilib berishligini nazr qildi. Ya'ni Imronni ayoli aytdiki, agar o'g'il bola tug'iladigan bo'lsam, Allohga va uni dinini xizmati uchun shunday berib yuboraman dedi. وسألت الله أن يتقبل هذا الولد وينفع به دينه وعباده وأن يكون داعيا إلى الله وإماما من أئمة الهدى. والله تعالى mana bu bolani qabul qilishligini va u bilan dinini va bandalarini foydalantirishligini va mana shu bola Allohga da'vatchi va hidoyat imomlaridan bir imom bo'lishligini Alloh taoladan Imronni ayoli so'radi deymiz.